170 so'mdan sotib oldim. Qanchadan berib beradi aka? 185 dan. 180 dan berib beradi. 480 so'mdan berilib beradi. 485 so'mdan bermayman deb qo'ydilar. Çöp aralaş ekan. Satıldı mı aka saman? Qanchadan bo'ldi aka saman? 160'dan satıldı bir tane. 160 so'm. Çöp qanchadan buradan? Çöp. 200'dan. 200'dan kami var. $260 so'mdan ekan to'nlar. Toza bergan. Qarasini qo'y. Qanchadan bo'lsa berib berasizlar? 50 bersa bera. 50 dan. Jag'in ovqatga kelaversinmi? Nega to'nlar? Oq çöp qanchadan aka? 240 so'mdan. Saman 200 so'mdan ekan. Qaysi jarni samani? Qaysi jardik? Cheshtovi. Yesmikda bu. Yesmikda qattiq. Çöp qanchadan aka? Esi yo'q ekan-a? 10 avgust bo'lib qoldi. Hozirda. Hem 6'da chiqdi. Assalomu alaykum aka. Qancha deyapsiz aka? 90 ming deyotam, 70 ming so'rayotadi. Torpog'i qanchasi torpog'i? Erkak, ikkinchi. Ikkinchi torpog'. Qora. Erkak ekan-a tug'anlar, ha? Erkak ekan. Qancha suti bor ham aka buni? Aytish qiyin-da. Aytish qiyin. Marka tug'anlar. Ertamidan berib aytadi. Alaboyni qancha deyapsiz aka? 100 ming so'm. Qancha bo'ldi tug'anliga? Bir hafta bo'ldi. Qanchani torpog'i aka? Birinchi olasi. Qancha suti bor ham aka? 10 litr suti bor ekan tug'anlar. Ne oldu? 100 ming so'm bor tug'anlar. Aka. Manjaqdagi. Qaraoy kimdan aka? Sizdanmi? Qancha deyapsiz aka? 120. Torpog' erkak ekan, ha? Qanchasi torpog' aka? 3-chi torpog'. 120 ming so'm ekan tug'anlar. Bo'ldi aka. Sütü qancha bundan süt aka? 6-7 litr bor ekan. 80 ming so'm olmaydi. 80 ga so'rayapti to'g'anlar. Aka, bu yerda dag'i. Pul o'zi akacha, torpog'i bor ekan, ha? Erkakmi torpog'i? Urg'och qancha deyapsiz bunda? 90 ming, ha? Qanchasi torpog' aka? 4-chi. Sütni qancha berdi aka? Belgisiz ekan to'g'rilar. Mana 90 ming so'm deyapti. Yaxshi. Bu qaron qancha deysiz aka? 80 ming. Torpog' urg'och ekan. Lan torpog'i kuchli ekan to'g'anlar. Qancha deyapsiz aka buni? 120 ming so'm. Sütü bor ekan hozir. Sütü yo'q ekan, bo'z ekan. Bundan so'rab oling. Bu shved parolov aka.
Oshunga o'xshash ekan. Ha, turpoq urg'achi. Torpoq uloq. Qanchani turpoq? 3-chi. 3-chi. Qanchada otasiz buni aka? Pulini 85 deb aytadi. 85 ming. Ha, bozor baho oldu. Yo'q, endi Endi keldik. Assalomu alaykum aka. Turpoq urg'achi. Turpoq urg'achi. Cho'ng bo'lib qolibdi aka o'zini. Yemat hozir ham. Yemay hozir ham. Yemat. Hozir men keladi. Qancha suti bor ham aka? Sutini manchada aytarman sutini. Qanchada otasiz buni? 100 ming so'm. Hozir direksiya turpoq degan deyman. Qanday deysiz? Direksiya qonun yo'lga chiqadi bu deganda hech nima bilan ko'rmadim. Hozirda o'ta kuchli. Masalan. Qanchada otasizlar buni? 150. Urg'achi va turpoq? Erkak. Qanchani turpoq aka? Sütni qancha berdi aka? 20 beradi deydi-ku bu uyda to'g'anlar. Qancha berib qo'ydingiz aka shuga? Bu qancha berdingiz aka? 115 ming so'm. Yaxshi. 115 ming berib qo'yibdi ekanman. Qancha aka bosib mana? Bu sizdanmi? Buni qanchadan otasiz aka? 120 ming ekan to'g'anlar. Turpoq urg'achi ekan. Şu qancha berdi? Qancha baho berib qo'ydingiz aka shuga? 60 ming berib. Turpoq erkak ekan-da? Ha, bir necha bor deydi. Sütü daha bir 7-8 beradi ekan. Hozirda turpog'i cho'ng bo'lib qolibdi. Qancha bo'ldi aka bu? 118 ga bo'ldi. Qancha dedingiz o'zingizlar? 150 kemi bor debdi to'g'anlar. Bu cho'ng uyganda. Bu shoda bo'z o'xshaydi aka. Qanchasi turpoq aka? 5-chi ekan edi to'g'anlar bunaqa. Вообще Moldova. Ha. Qancha chiqdi aka shu? 75. 75 ga chiqib turdi to'g'anlar. Shu. Turpoq urg'achi ekan. Tortmayla qo'ydik men. Qanchada otasiz aka bular? 100 ming so'm ekan. Turpoq erkak. Mana. Qancha berib qo'ydi aka shu? 66 ming so'm beribdi to'g'anlar shu. Sığımız ekan to'g'anlar. Endi o'zimiz solamiz, endi nazoratda. Endi solamiz, bayog'ini bosamiz. 66 ming so'm. Açılib yolg'asida. Diqqatini qilaver, yolg'on bor. Bu enasidan bo'lib Qancha berib qo'ydingiz aka shu? 43 ming so'm. Yaxshi beribsiz to'g'an. Qancha deysiz o'zingiz aka buni? 50. Kemi bor ekan.
Bular qanchadan aka bu? Qanchadan otasiz? 65 ga bering. Bermediniz mi? Ha, so'rayapti to'g'ri. 65 ming so'm bor. Qancha yosh aka shu? 14 oylik. Ha. 14 oylik ekan. Bu qanchada otasiz bular? Pulda o'shanda o'yla. Ha. Cho'ng buqalar ekan-da. Şu qancha berib qo'ydi? 95 berib. 95 mi? Qancha dedi o'zi? 95 ming so'm berib qo'ydi. Bir marta bo'lsa hammada ham bor. Qanchada odasizlar buni? Millet. Ha? Bosim qancha bosim? Ha, otang bilavi? Aytmadi o sana. Assalomu alaykum aka. Qanchadan bular aka? 70 ming so'm. Baga to'g'anlar 70 ming so'mdan ekan shular. Qo'sh turinglar aka. 70 ming so'mdan voy. Qancha berishdimi aka? 60 dan berdi o. Nomor so'ramaysiz. Qancha oldi aka shu? Жақсын ekanda. Сын bo'lgan to'g'ri. Qanchadan otasi aka bularda? 35 dan 30 dan. 35 dan. Bunalar 35 o'xshaydi aka. Buna 30 kam bor. Buna 30 kemi bor. Siz qaraga bertasizmi aka? Endi shu. Ha. Hozirda dağı. Mayda yo'q. Tasınlığı. Qancha berib qo'ydingiz aka shuga? 53 ming so'm to'g'ri. 53. Mayda 53 yarim ming beradi. Ya daldaldingiz jesiz bitti. Qanchada otasiz aka shuni? Yarim ming mi? 42 ming. 42 ming so'mda otasiz. Bozor so'radi aka? Qancha berdimi? 36. Ya bular qanchadan taqsir? Qanchadaysiz aka? 28 dan ekan to'g'ri. 28 ming so'm bu. Ya qancha oldi aka shu? Qanchada olasiz aka bularda? 40 dan oldu. 40 dan. Ming so'm bo'ldi. Ya buqalar kimdan buqa aka? Buqa kimdan? Sizdanmi? Qanchadan olasiz bularni? 170. Bunisi qancha? 150 diyor. Bu 150. Bu 170. Kamı var. Kemi bor ekan. Bu nargin 105 qilyapti. Qaysi qaranimi? Ha. Mana qaran to'g'onlar. Ikkinchidagini. Taqsir buni qanchadaysiz? 140 da otasiz.
140 ming so'm. Qancha yosh aka bu? 3 yashar. 3 yashar. Qancha boqdingiz ham aka buni? 6 jatay. Ko'p bo'ldi to'xshat. Qaysi arzonroq? Qaysiga berdingizlar akalar? Qaysi arzonroq? Ha? Ha, to'qol arzonroqmi? Ha, berdi unda arzonroq masruf. Bu shonisi Bo'ldi. Qanchaga aka qancha berdingizlar? 62 ming berdim. To'qolg'ovi? Ke unda to'qolni beraver, keng to'qolni qilaver. Qaysi kanal? Do'stu deydi. Baka 62 ming so'm to'g'onlar. Bo'ldi. Ya bu qanchada odasiz aka buni? 55 dan be. Zaten qaragan ha. Qancha yosh aka bu? Poltarashka. 1,5 yashar ekan to'g'ri. Qo'ylar kimdan aka qo'ylar? Qo'ylar. Bular to'qtular aka? Yo'q, bular qo'zi qo'chqorlar. Qo'zi qo'chqorlar. Qanchada odasi ham bularda aka? Qo'zi qo'chqorlarda. Bular 12 mingdan. 12 mingdan. Kami bor. Tanashig'ava. Ha. Afzalbek. 12 ming so'mdan ekan to'g'rilar. Qo'zi qo'chqorlar. Apar men göstereyim sen var ne lazım ben özümle varam böyle. Parayı ben var Allah'ın. Qo'zilar qanchada odasizlar akalar? Buzlar 8'den kendisi. 8dan. Urg'ochi bor? Erkek urgaç aldı. Ha, aralash ekan ha. 8 ming so'mdan to'g'ri. Qo'chqorlar qanchadan aka qo'chqorlar? 15 ming so'mdan aka. Semiz ekanda so'ygan. Do'stu kanalı. Qanchada odasiz aka shuni? Do'stu. 20 ming. Balasi erkak ekan ha? 20 ming so'm ekan. Qo'zini qanchada otasin? 12 ming kami bor ekan to'g'ri. Qo'chqor ekan ha? Echkichi echki? 6 ming. 6 ming so'm ekan. Hatırlamaz men bunda quvonimdan xor, to'g'ri gap. Yo'q, foyda qilyapman, foyda qilyapman. Qancha bo'ldi da gap berdi? Qaysi yurmaydi bu? Do'stu kanalı. Meni tortib qo'y mana. Nurmuhammad mana mashg'ul bilan ko'rog'ay. Bu olib beray dedi. Arzon oshdan. Ja hafta bo'ldi Nurmuhammad meni chiqarmayapsan oshdan kanalda dedi. Eshitib qo'y sen uchun o'rtoq. Men bir tavsiya nima qilib o'rtoq, seni kanaliga. Qaysi bo'ldi aka? 5 oy qancha berib qo'ydingiz? 46 ming so'm. 46,5 ming berdi. Aa, Kanalmi bu? kanal. Do'stu kanalı. Xor do'stim. Bo'ldi mana. 46 ming so'mga bo'lyapti. 6 oy. Ha 5 oy ekan bu yerda? 5 oy. Qo'chqor ekan jalan to'g'ri. Sizni necha 3,5 ming so'mga oldi. Siz gap ko'paytirib olaring bo'ldi. O'zi o'shingiz sizga men barakan deb. Endi bo'lsa kerak. Bo'lsa yo'q. Siz gapiga. Voy osangiz voy. Bor ekansiz. Erkalanmaydi, olaring shuni. Hozir olaring-da. Yana gaplashamiz, olaring. Yo'q. Bo'ldi. 5 so'm nima qilib kilo go'sht qo'yinglar. Men jon qilgan mishlo'rimizni jon qilgan bu o'rga qoldi. Yo'q. Bo'lsalari. Bor. Ye, fotoraman shu. Bor, oq to'lg'azni ayting. Yo'q.
Bering aka, bering. Aka. Yok, bosa 2'ye bölmeymiz. Siz qancha bo'lsa ol dedingiz? 5 so'm bo'lsa oldi. Aa. Men qo'shim jiyanim bo'lmuş. Bola 46 ming so'm deyapti. Ha, 5 so'm to'lashdi kestirdi. Shu bo'lsa. Ha, bölüp qo'yingizlar onda. Unaga to'g'onlar. To'g'ri gap. Qo'chqorlarda bog'a turgan ekanda. Yaxshi. Mana yoqdan. Qanchadan bu qo'chqorlar aka? Bosa 15 ming so'mdan. Bunu qanchada olasiz aka so'liqni? 13,5 bo'ldi. 13,5. Semiz nesi ekanda? To'qtular aka bular? Qanchadan bular aka? Tanlamay 11'den. 11'den tanlamay. Tanlamay 11. Qo'chqor bular aka? Qanchadan bular aka? 11'den. 11'den. Darmasini aytdim. Bola turgancha ozmas kamaytib berasiz, ha? Sandimi? Yaxshi. Ancha arzon aytsak arzon sulayveradi ekan. O semiz. 17'den de var sonra şunu. Siz 15 verdiniz be kaç var? Ha? Ne var? Kaça verdiniz o kaka? 14 ver desem bu 13'ten koyup verdim. Aa, urvaç ne var ha? Ha, Qo'chqor. Yok yok to'g'ri. 13. Sizga o'ja bu yoqqa? Kat. 13 oldu mu? 13'e verdim. Arzon oldu. Arzon ha, arzon olib turay. Rahmat aytib qo'ysangiz bo'ldi. Nimaga to'g'ri? Bu Qo'chqorlar aka? Qanchadan otasiz bular? Ha, emkeliz. Aytilish bahsichi? Ha, bo'ldi. Negizi to'g'onlar bu yerda aralashtiradi ekan. Qo'chqor, so'liq qo'ylar. Canidagini ham kichkina qilma. Chash qo'zlar bular sizdan. Biraz Qanchada otasiz aka bularda? 9,5 dan berib olyapmiz. Tanlamayga. Hop. Optimi bor. Yaxshi. Nega to'g'ri, uribdi. Qo'chqorlar. O. Yok oldu biralar. Yok niye bak. Qancha bertasizlar buga? Yok bunga emas, ona qorasi. Ha. 100 ming dedim ekan. Do'kon 100 ming, 50 dan ekanda. Qancha tish aka bular? 2 tishdan. 2 tishdan to'g'ri. Gishar bu? Gishar ekan. Ha, yaxshi to'g'ri. Qancha tish aka bular? 2 tishdan. Qanchadan bulan bahsi? 25 ming so'mdan ekan. Miqa var bu. Do'stov degan kanal. No, o'ti.
Qo'chqorlar. Yaxshi qo'chqor ekan-da. Ya taqsir. Qanchadan bular ekan? 50 dan. Qancha tish ekan bular? 2 tish. Urug' qarasa bo'ladi ekan-a? Gisar o'shanda bu? Orashon. Orashon ekan to'g'ri. Mana quloq qarag'anlar. 20 chiqib chiqmaydi ekan. Yangi ovqatda qo'y sotadi. Oho, bundan qo'chqorlar qarag'anlar. Qo'chqor qancha ekan qo'chqor bo'lsa? 60 ta otasiz. Ha, qancha tish ekan bu? 4 tish. Gisar u? Orashon bu ha? Orashon. Orashon ekan. Do'stlik degan kanal. Yaxshi. Mana to'g'rilar. Orashondan arzonlab ketdi ekan. Mana. Dumbasi to'g'rilar. Suradi bozor ekan? 35,5 so'rayapti to'g'ri. Siz qanchadan aka bular? 26 dan ekan to'g'rilar. Aytilish bahsi. Necha yosh bo'ldi? 78. Oriqroq ekan aka, azmaza? Ha. Ya mulojoqda dag'i kuchli qo'chqorlar bor ekan. Bu parodasi qanday aka? Ha. Parodasi. Gisar. Gisarmi? Qancha tish bor aka? 2 tishlarda. 2 tishda. Qanchadan bo'lsa bular? 50 kam bor to'g'risimi? 50 dan kami bor. Ha. Qaysi kanal? Do'stlik degan kanal bu. Nega to'g'rilar. Bular sizdanmi aka? Ha, bordiq 50 dan kami bor. Ha. To'g'ri. Mana qo'chqor qarangizlar. Telefon nomeringizni aytib qo'yasiz aka? Ha. Urug'qa qo'y izlaganda, qo'chqor izlaganlarga. Ha? Aytib qo'ymadi? Ayting nomeringizni. Ne deng? Nomeringizni ayting, nomeringizni. Telefon nomeri. 71 bilan. Ha. 789. 300. 300 nomeri chalib turasiz to'g'rilar. Ekran betini da qo'yib qo'yam to'g'rilar. Mana. Qo'chqorlar, cho'ng qo'chqorlar ekan. Qancha oldi aka shundan? 9300 dan bo'ldi. Ha, 9300 so'mdan bo'ldi to'g'rilar. Jana qo'chqorlar. Ya bu eskilar qanchadan aka? 3000 dan. 3000 dan. Arzon olib ketdi, 3000 so'mdan. Kami ham bor. Kami ham bor. Bu qancha bular? Aralash. Aralash to'g'rilar. Mana 3000 so'mdan ekan. Ya ne arzon aytdingiz aka? Bozor suzda. Ha, Arzon bo'ldi. arzon bo'ldi. Tushib ketdi. Eskilar tushib ketdi. Bu eskilarning bahosi qanchadan aka? Eskilerden bağısı var. Cho'ng eskilar qanchadan aka? Çok eskiler 10 bin. 10 mingdan. Kichikroqlaricha 6 bin. 6 carım. 6 ming, 6,5 mingdan ekan to'g'rilar. Bu takavi? Qancha bu taka? 7 ming ekan bu. Bu nechki aka? Qanchada otasiz? Uloq taka ekan to'g'rilar. 3,5 ming ekan to'g'rilar. 3,5 ming so'm bo'lyapti. Echkilar qanchadan echkilar? Echkilar nechi puldan deydi? Echkilar 800 ming. Ha, 8 ming, 7 ming so'm. Bular sodir oldi demak, ha? Ular chaqirib Bular Sog'dirmasa kerak. Sog'dirmasa kerak, ha? Qaysi kanal bu? Do'stlik degan kanal.